Barchamiz yangi qoidani eshitib biroz taajjublandik. Endi darvozabon to'pni o'zida 8 soniyadan ko'proq ushlab qolsa, raqib jamoa foydasiga burchak zarbasi berilar ekan. Lekin bu qoida futbolda avvaldan mavjudligi, jazo hozirgisidan og'irroq bo'lgani va jarima qo'llash uchun 8 emas, 6 soniya belgilab qo'yilgan edi desam ishonasizmi? Endi futbolda ham tennis, voleybol, xokkey va basketbol kabi sport turlarida bo'lgani kabi bosh murabbiy hakam tomonidan chiqarilgan qarorga o'z e'tirozlarini challenge orqali so'ray oladimi? Tinimsiz rivojlanayotgan bu zamonda futbolning kelajagi qay ko'rinishda bo'ladi? Bugun aynan shular haqida suhbatlashamiz. Bu futbol faktlari joyingizga yaxshilab o'rnashib olgan bo'lsangiz, biz boshladik. Bu yozdan boshlab darvozabonlar uchun 8 soniyalik yangi qoida kuchga kiradi. Xalqaro futbol assotsiatsiyasi kengashi tomonidan joriy etilayotgan ushbu qoida allaqachon Angliya, Italiya va Maltada yuzlab o'yinlarda tekshirib ko'rilgan va ma'lum qilinishicha juda yaxshi natija bergan. Yangi qoidaning butun dunyo bo'ylab havaskor futboldan tortib to professional futbolgacha qo'llanilish sanasi bir xil 2025-yilning 1-iyulidan deyilgan. Lekin ma'lum bo'layaptiki, 15-iyunda start olib 13-iyulda yakuniga yetuvchi klublar o'rtasidagi jahon chempionatida ham ushbu yangi qonun amal qiladi. Ushbu qoidaga ko'ra, referi to'pni 5 soniyadan ko'proq vaqt ushlab turgan darvozabonga to'pdan qutulish kerakligini eslatadi va qo'lini yuqoriga ko'targan holda barmoqlari bilan sanoqni boshlaydi. Agar darvozabon 8 soniyadan ortiqroq vaqt ichida ushlab turgan to'pidan qutulmasa, jazo sifatida raqib jamoa foydasiga burchak zarbasi belgilanadi. Xo'sh, bu qoida o'zi rostdan ham yangimi? Yo'q, bunday qoida avvaldan futbolda bo'lgan va hozirgacha qonunlar kitobida o'rin egallab turibdi. Uni 1998-yilda qoidalar safiga kiritishgan. Uning yangisidan farqi shundaki, eski qoidaga ko'ra darvozabon 6 soniyadan ko'proq to'pni ushlab turishi mumkin emas bo'lgan. Agar ushbu qoida buzilsa, raqib foydasiga jarima maydonchasi ichida erkin to'p sovg'a qilingan. Ushbu qoidani butun jahon bo'ylab dinozov qoidasi ham deyishadi. Aytishlaricha, italiyalik afsonaviy darvozabon 1982-yilgi mundialda o'z jamoasi foydasiga vaqt cho'zish uchun salkam 1 daqiqalab to'pni ushlab turavergan. Endi yana bir savol. Ushbu 6 soniyalik qoidaga qay darajada amal qilinayotgandi? To'g'risi, dinozov qoidasi orqali jazolangan klublarni topish mushkul. Eng mashhuri Yevropa Ligasining 2015-16-yilgi mavsumidagi Liverpool va Bordo o'rtasidagi o'yinda yuz bergan. Unda qizillar darvozaboni Simon Mignolet juda uzoq vaqt to'pni o'z qo'lida ushlab qoladi va hakam Liverpool jarima maydonchasi ichida Bordoga erkin zarba berishga majbur bo'ladi. Yana bir savol. Nega 6 soniyalik qoida aslida mavjud bo'lsa-da, undan deyarli foydalanishmasdi? Asosiy sabablari bu jazoning anchagina og'irligi va vaqtning juda kamligi. 6 soniya ichida tezda to'pdan qutulib yuborish darvozabonlar uchun yaxshigina bosim yuklagan. Qolaversa, raqib jamoa futbolchilari bu holatga tayyorgarlik ko'rib, golkiperga bosimni yanada kuchaytirishi mumkin edi. Shu sababdan ham hakamlar vaqt cho'zgan darvozabonlarni kartochka bilan ogohlantirish va time so'ngida qo'shimcha vaqt qo'shishni ma'qul ko'ra boshlagan. Endi esa xulosa qismiga o'tamiz. Yangi 8 soniyalik qoida haqida Xalqaro futbol assotsiatsiyasi kengashi texnik direktori David Elleryning aytishicha, yangi qoida o'yin tezligi oshishiga juda yaxshi ta'sir o'tkazgan. Shu jumladan 100 dan ortiq o'yinda bu qoida qo'llangan bo'lsa-da, atigi 4 bor jazolash holati kuzatilgan. Xo'sh, endi bizni nimalar kutyapti? Avvalambor, klublarning darvozabon bo'yicha murabbiylari ishni boshlashiga to'g'ri keladi. Bundan buyog'iga kiper tezroq va aniqroq qaror qabul qilishi kerak bo'ladi. Burchak zarbalari ko'payishi mumkin. Har bir klub ushbu standartdan maksimal foyda chiqarishga harakat qiladi. Futbolchilarning hakamlarga darvozabonlar sababli bildiradigan shikoyatlari ortadi va stadionga yig'ilgan muxlislar hakam bilan birga soniyalarni sanashni boshlaydi. Xullas, yangi qoidaning qanday ishlashini ko'rish shaxsan men uchun ham qiziq.
Xalqaro futbol assotsiatsiyasi kengashi kelasi mavsumdan boshlab yana bir qoida barcha musobaqalarda amal qilishini belgilab o'tdi. Bu hakam bilan bahslashish uchun faqatgina jamoa sardoriga imkon berilishidir. Qolgan barcha futbolchilar e'tirozi uchun o'ylab o'tirilmasdan kartochka bilan siylanadi. Yodingizda bo'lsa, bu bir nechta turnirlarda, shu jumladan Euro 2024 da ham sinab ko'rilgandi. Yana bir o'zgarish neytral to'p qoidasi bilan yuz beradi. Bilamizki, ba'zida bahsli vaziyatlarda hakam to'pni ikki jamoa o'rtasiga tashlab berardi. Yangi mavsumdan boshlab esa bu ham o'zgaradi. Agarda o'yin to'xtatilgan vaqt to'p jarima maydonidan tashqari istalgan nuqtada bo'lsa, to'p aynan unga egalik qilgan jamoaga qaytarib beriladi. Agar bu aniq bo'lmasa, so'nggi bor to'pga tekkan jamoa foydasiga beriladi. FIFA maydon tashqarisida bo'lganlar uchun ham yangi qoida ishlab chiqdi. Agar qaysidir klub rasmiylari yoki zaxirada o'tirgan futbolchilari o'zi xohlamagan holda to'pga tegib ketsa, raqib jamoa foydasiga erkin zarba beriladi. Agarda bu ish atayin qilinsa, darhol kartochka orqali jazolanadi. Endi esa hali faqatgina yozda start oladigan klublar o'rtasidagi jahon chempionatida sinab ko'riladigan yangi qoida va o'zgarishlar haqida gaplashamiz. Ulardan eng birinchisi bu hakamning o'z qarorlarini ommaga izohlab berishi. Referi endi VAR orqali qabul qilgan qarorlarini butun stadionga tushuntirib beradi. Bungacha bir nechta turnirlarda sinab ko'rilgan bu yangilik klublar mundialida amalga oshirilishi tasdiqlandi. After review, there was no offside offense. However, prior to the goal, there was a foul committed by St. Louis. The final decision is direct free kick. Tasvirlardan mashg'ulot va ta'lim maqsadlarida foydalanish uchun hakamlarga bir nechta o'yinlarda body kameralardan foydalanishga ruxsat berilgandi. Aynan o'sha musobaqalardan ijobiy fikrlar olgan FIFA klublar mundialida ham tana kameralaridan foydalanishni tasdiqladi. Qo'shimchasiga, hakamga o'rnatilgan ushbu kameralardan jonli translyatsiya uchun foydalanish ham ko'zda tutilgan. Where is the vantage? It's not vantage. It's ball and we lose the ball. It's ball. Where is the vantage? Where is the vantage? Shimoliy Amerika qit'asida o'tadigan ushbu turnir finalida yana bir yangilik sizni kutib turibdi. Bu xuddi amerikancha futbolda bo'lgani kabi birinchi taymdan so'ng tanaffus vaqtida konsert dasturining o'tkazilishi. Tasavvur qiling, jamoangiz 3-0 hisobida yengilmoqda. El ardog'idagi xushovvoz xonanda Shakira xonim bo'lsa sizga hips don't lie, ya'ni dumbalar aldamaydi deya xonish qilib tursa-ya. Ha aytgancha, yodingizda bo'lsa, ushbu yangilik o'tgan yilgi Copa America finalida ham sinab ko'rilgandi va unda aynan Shakira tanaffus vaqtida taxminan 25 daqiqa shou taqdim etgandi. O'yindan so'ng esa Kolumbiya bosh murabbiyi o'z hamyurtini tanaffusni cho'zib yuborganlikda ayblagandi va buning ortidan futbolchilar sovib qolganini ta'kidlab o'tgandi. Ko'ramiz, bu safar 15 daqiqada eplasharmikin? Ha aytgancha, bu finalda bir rovda Britaniyada xizmat ko'rsatgan rock guruhi Coldplay dilga yoquvchi qo'shiqlari ila yig'ilgan muxlislar dilini xushnud etishi kutilmoqda. Endi esa oxirgi paytlar juda ko'p muhokamalarga sabab bo'layotgan va hozirda o'rganib chiqilayotgan, lekin hali sinab ko'rilmagan yangi qoidalarga e'tibor qaratsak.
Bulardan eng mashhuri Arsen Wengerning yangi ofsayd qonuni. Doda taklif etayotgan versiyaga ko'ra, hujum qilayotgan jamoa futbolchisining uzatma qabul qilayotgan vaqtda butun tanasi raqibning so'nggi himoyachisidan oldinroqda bo'lsa, vaziyat ofsayd deb belgilanadi. Ya'ni amaldagi qoidalarga biroz teskariroq. Agar hujumchi tanasining millimetr qismi ham oxirgi himoyachi bilan bir chiziqda qolsa, vaziyat onside deb belgilanadi. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, bu hali ham ko'rib chiqilmoqda. Shunday tekshiruvdagi yana bir qoida bu xokkey, basketbol, tennis va bir nechta yakkakurash sport turlarida bo'lgani kabi murabbiylarning challenge, ya'ni video takrorlarini so'rashidir. To'g'risi, bu qoidaning joriy etilish foizi anchagina kattaroq. Videomiz so'ngida yana bir holatga e'tibor qaratib o'tsak. Yaqinda Barselona va ispan futbol afsonasi Gerard Pique bir podkastda qiziq fikrlarni bildirib o'tdi. 100, 200, 300 yevrodan sarflab futbol stadioniga borsang, match 0-0 hisobida tugamasligi kerak. Nimalardir o'zgarishga muhtoj. Ko'rib chiqilishi kerak bo'lgan takliflardan biri bu, agar o'yin 0-0 tugasa jamoalarga 0 ochko berilishi kerak. Bu jamoalarni ko'proq hujum qilishga undaydi. Bu Pikening bildirgan shunday fikrlarning dastlabkisi emas. Sobiq futbolchi o'tgan yili ham shunga o'xshash mulohazalarini aytib o'tgandi. Qirollar ligasini yaratishimizning yana bir sababi bu men bolalarimni futbol ko'rishga o'tirib 10 daqiqa o'tmasdan telefoni-yu planshetlarida boshqa narsani kuzatishga o'tib ketgani bo'lgan. Futbol bu aslida ko'ngilochar narsa. U faqatgina boshqa sport turlari bilan emas, Netflix, Amazon, YouTube, TikTok kabilar bilan ham bellashadi. Hammaning vaqti cheklangan. 90 daqiqalik futbol esa keraklicha ko'ngilochar emas. O'zim ham odatda 30 yoki 40 daqiqa futbol ko'raman, 90 emas. Balki bu o'yinda duranglar bo'lmasligi kerakdir. Nega endi yo'q? Masalan, basketbol va beyzbollarda duranglar yo'q. Siz o'yinga borsangiz u bahs durang bilan tugasa, sizda o'z-o'zidan kim yutdi, kim kuchli edi degan hissiyot paydo bo'ladi. Futbol o'zgarishlardan qo'rqadi. Bu juda katta tarixga ega va an'anaviy sport turi. Lekin ishoning, o'zgarishlar kerak. 0-0 bilan tugaydigan 90 daqiqalik o'yin yangi o'sib kelayotgan yosh avlod uchun rostdan ham tushunarsiz. Xulosa o'rnida Pikening hozirgi fikrlari ko'pchiligimizga xuddiki maynavozchilikday tuyulgan bo'lishi aniq, lekin bu narsalar kelajakda futbol bilan yuz bermaydi deb hech kim kafolat bera olmaydi. Kechagina insonlar futbolda VARni umuman tasavvur qila olmas edi. Yangi o'sib kelayotgan yosh avlod uchun esa video assistent referisiz, avtomatlashtirilgan ofsayd tizimlarisiz o'tgan o'tmishdagi futbol biroz tushunarsiz hissiyot bersa ajab emas. Hayotning har bir jabhasida bo'lgani kabi futbol ham tinimsiz o'zgarib boryapti. Bir vaqtlar qarorlarni rasmiylardan boshqa hech kimga asoslashi shart bo'lmagan hakamlar endi butun stadionga o'z xatti-harakatini izohlab beryapti. No goal. No offside. No. No offside. Final decision goal. 15 daqiqalik tanaffus cho'zilsa ham muxlislar uchun konsert dasturi tayyorlash tatbiq etilmoqda. Murabbiylar o'yinning o'zidayoq hakamlarning qaroriga e'tirozini challengelar orqali ifodalashi kutilmoqda. Shu sababdan ham kechagina yaratilgan bo'lsa-da, juda tez mashhurlikka erishgan Qirollar Ligasi asoschisining gaplari ham uzoq kelajakda o'z tasdig'ini topishi mumkindek tuyulmoqda. Bu bizga yoqadimi, yo'qmi, xullas peshonada borini ko'raveramiz. Bugun sizlarga imkon qadar barchamiz sevgan futbolimizda tez orada kutilayotgan yangi o'zgarishlar haqida ma'lumotlar to'plashga harakat qildik. Agarda bu video sizga yoqqan bo'lsa, unga like bosishni, izohlarda o'z fikringizni qoldirishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Faqatgina shu orqali siz bizning harakatimizni qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz. Sizlar bilan futbol faktlari keyingi sonlarda uchrashguncha o'zingizni asrang.